Assalomu alaykum, Ofarin S YouTube kanalini kuzatuvchilari. Bugun biz noodatiy bitta video qilamiz. Ya'ni o'zimizda eng yaqin qarindoshlar, xolalar, ammalar sumalak tayyorlayapti. Biz hozir Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidamiz. Ob-havo zakasnoy bo'lyapti. Hozir bitta tilaklarni olamiz. Biz o'zi millatimiz turkman. Lekin o'zbekchaga o'xshab ketadi. Mana oldimda turgan meni innajonim, oyijonim deyiladi. Bu yoqda emmajonim deyiladi, ammajonim, doyzajonim. Qani, sumalak qanday bo'lyapti? Xudoga shukr, sumalak yaxshi bo'lyapti. Totli chiqsin nasib qilsa. Hammamizning yuzimiz yorug' bo'lsin. Bu Fatma, bu Baysha, bu Robiya, bu Buxojar onajonimizning boshlari totli bo'lib, yurtimiz tinch, obod bo'lsin. Mana shu sumalak hammamizga totli kelsin. Ana, emmajonim nima dedilar? Zamonimiz tinch bo'lsin. Sog' salomat bo'laylik. Sumalagimiz totli bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Endi aybga buyurmaysizlar. Turkman tilini biladi, lekin shunda ham hammaga tushunarli bo'lish uchun shuni oyda qo'yishim kerakda turkmancha gaplarni. Ha, bizni Turkmanistondan kuzatib turanlar bordir. Biliyoruz lekin turkmanchani. Qani, mana innajonim nima dedilar? Bugun mana biz sumalak qilyapmiz. Navruz arafasida hammani 8-mart bilan ham tabriklaymiz. Kelayotgan Navruz bilan ham sumalakda hammamiz tilak bildirdik. Elimiz tinch bo'lsin. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Hamma sog' salomat yursin. Ana shunday bo'lsin. Lekin hozir bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Meni doyzajonim Jarqo'rg'on tumanida yashaydi. Ularda shunaqa odat bor ekan, sumalak pishgandan keyin yopib uyquga ketadigandan keyin o'g'irlab ketar ekan. Shu narsa bormi haqiqatdan? Sumalak o'g'irlash savob bo'ladi degan, lekin unday bo'lmagan. O'g'irlash mumkin emas. Ana. Allohning nazari tushgan deb barcha tanish bilishlarga bir piyoladan bo'lsa ham tarqatishning o'zi savob. Ana, meni yana bitta toyzajonim keldi, xola. Ha, xola endi salomlashyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Vaqting mushmamalisanmi, Xudoga sog' shukr, Xudoga shukr. Bolalaring, kelin, hammalaring yaxshimi? Zo'r. Sumalagimizga xush kelibsizlaring. Ana. Omon bo'linglar. Allohim hamisha shu deb sumalak pishirib, bir-biring bilan mehrli, oqibatli bo'lib, Inshaalloh. sog'lik, salomatlikda elimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Allohim prezidentimizga kuch-quvvat bersin, hamisha tinchlik saqlab tursin. Senga ham katta rahmat, Xotajonim. Hamda shunday bo'lsin. Bitta men doizama bitta savol bermoqchiman. Mana kecha ob-havo zo'r edi. Undan oldingi kun ham zo'r edi. Bugun nima bunday bo'lib turibdi? Bugun bizda salqin bo'lsa yaxshida. Barakali sumalak, barakali ob-havo. Juda chiroyli yomg'ir yog'di. Chirkay tushmaydi. Allohning qarashgani aziz mama chiqyapti-da. Endi sizga qarashani bu. Chunki deganda bu chirkay kelmayo, qo'ng'iz kelmayo, salqinda eng yaxshi totli sumalak chiqadi. Yana ham toza. Allohim shunday qilsin. Endi hozir mana bu yoqda uy egalari ham o'tiribdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanavor opamiz, Zibo opamiz va kichkina. Jonim, zo'rmisan, sog' salomat, Rahmat, bolalaring sog'mi? Xush kelibsizlar bizning sumalaklarimizga. Mana bizni kuzatuvchilarimiz ko'ryapti. 45 mingdan ziyod kuzatuvchilarimiz bor. Oila a'zomizni umuman ko'rsatmaganmiz. Mana shu videoda ko'rsatishga qaror qildik. Mana birinchi o'rinda salom deb qo'yasiz. Ko'p yashang. Bizni butun dunyodan Rahmat. Qaynijonim, bo'lajonim, omon bo'l. Ishlaringga rivoj. Sumalak yegani kelinglar. Xullas bizda sumalak shunday qilinadi. Turkmancha udumlardan nima bor bizda? Nima qolgan bizda hozir? Yo, Bizdagi udumlardan hozir aytsak, barcha udumlarimizdan saqlagani kelin olishda avvallar tort qilib olinardi. U joyiga hozir o'zimiz qizlarimizni zo'rlik bilan chiqaramiz, etalash chiqarmaymiz.
Menda bu. Ha, oxirgisi. Ha, Mana oxirgi torta tort. mana shu opamni Menda bu. olganda biz yoshlar yig'lashib olib ketmang deb gilamga osilganmiz. Bizlarni kattalar olib gilamning ichiga tashlab tortib mana shu opamni olib ketdi. Talonga qora mashina soladi. Mana shundan. Shundan keyin bu udumlar ham Qoldi shulardan keyin endi zamonaviylashib ketdi. oldingi momalarimiz mana sari kiyimlar kiyyordi, u ham qoldi. Yo'q. Faqat hozir bizda qolgani gilam. Taqir gilam to'qilish turkmanlarda hozir ham turkmani gilam bor. Shuni hech qachon tashlamayapti. Hamma yoshlar o'rganib olgan, kerakli qiz chiqarayotganda, kelin olganda bittadan, ikkitadan shu gilamdan qilinadi. Va u hamisha udumimiz bo'lib qolgan. Mana shunaqa. Ha, to'ying ertasi kuni keskin hasham aytasiz shekilli. Ha, bu armon osh. Qaynona qaynota nimalar niyat bilan shu kelinga yetdi. Shu kelin eshigidan kelganda havas bilan olgan kelinni mana shunday hammani armon osh deb osh tarqatib kelin salom qilgan. Kelin salomda hamma yosh kattalar o kelinga baxt tilab, har bir egilganda ulardan ibosini, hayosini, ularning ulfatini bilib kelinga baho bergan. Ana shunday. Endi bizni xolalarning eng gapga chechani shu xolamiz hisoblanadi. Qolgan hamma qo'shilib turibdi. Endi bitta sumalakni o'zi tomon burilamiz. Bu yerda mana kichkinagina izdoshlarimiz ham bor bizni. Mushtari bonu. Ha? Qalay bo'lyapti? Yoqyaptimi sumalak? Yaxshi ekanmi? Ha. Sizgachi? Zo'r yoqyapti. Juda ko'p she'r biladi-a bu qiz. Qani? Qaysi? Qaysini aytsin? G'urbatda g'arib shodumon bo'lmas emish, el anga shafiq va mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa bulbul g'atgandek osham bo'lmas. Yo'shin, sizlar ham tosh tashladilaringmi? Ha? Nechta tashladilaring? Men bitta. Senchi? 3ta. 3ta? Endi shuni topish kerak, to'g'rimi? Ana. Hurmatli kuzatuvchilar, qisqagina mana shu edi. Endi sizlarga vaqtlaringni olib qo'yganimiz uchun uzr so'raymiz. Endi mana shu bizni kuzatuvchilarimizga bitta duo edib beringlar. Ular bizni mana erim bilan tomosha etgan vaqtni. Oydin. Allohim bangam desin, Muhammad ummatim desin, xalqam yor bo'lsin, sultonlar qo'rg'on bo'lsin. Hazrat Dovud jilovdari bu ishchilarning hammasiga Alloh qo'rqchisi bo'lsin. Mana shu videoga olayotgan Albek o'g'limiz ham nasib bo'lsa umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Alloh Murod jiyanimning ham ish joyidagi barcha kuzatuvchilarning hammasining rizqi mo'l bo'lsin, baxti mukammal bo'lsin. O'g'lidan uy ko'rsin, qizidan to'y ko'rsin. Topganni uy qilib, to'y qilib, mashina olib, yeganlari nabot bo'lib, ro'zg'orlari obod bo'lsin. Allohu akbar. Bizni bo'lamiz bor, ijodkor. Juda ko'p she'rlar chiqqan, kitoblari bor. Hozir shu she'rlardan bitta eshitamiz. Amu daryo suvlari, o'ynab kulan ellari, chor tarafing bog'i bo'ston, turkman elindan salom. Bo'l. Rahmat, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Rahmat hammaga.